Mashq bor, shu onda 100% bo'lish. Mana shu biznes klubimizda bizlar juda ham katta e'tibor beramiz shu mashqqa. Nima uchun deganda, bu mashq qilayotgan ishimiz yoki har qanday jarayonda shu jarayonning tubiga tushishiga yordam beradi. Tubiga tushish esa bu shu jarayonning asl fundamentiga, ya'ni asl bulog'i nima ekanligi deganni tushuna boshlaymiz. Agar u narsani tushuna boshlasak, odamning qalb ilm darajasi yoki qalb yoshi osha boshlaydi. Qalb yoshi oshsa, qilayotgan ishingizda baraka birdaniga kela boshlaydi. Shuning uchun shu onda 100% bo'lish mashqlar orasidagi odam o'z ustida ishlash yo'lida yurgan odamlarda juda ham muhim mashq bo'ladi. Bu mashq haqida gapirsa bo'ladi, bir haftalab shu darsni o'tsa bo'ladi. Demak, mana yaqinda bo'lgan biznes klubimizda ham shu mavzuni ko'tardik va keyingisida ham yana bir bor chuqurroq shu onda 100% bo'lish va ko'proq shu onda 100% bo'lib, shu ichki holatni his qilishga qaratamiz. Demak, biznes klubimizda uchrashguncha.